Assalomu alaykum, Zolotoy Sportning ashaddiy muxlislari. Kommentariyada ko'plar yozyapti, nima uchun videongiz kech chiqyapti va telefon qilaman so'rayapti ko'plar, nima uchun videongiz kech chiqyapti. Buni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Nima uchun kech chiqyapti? Buning sababi mana Wi-Fi'cha, kichkina Wi-Fi'cha, sim karta qo'yiladigan Wi-Fi, men o'sha orqali YouTube'ga joylashtiraman. Sababi davlat tomonidan qilinadigan simli Wi-Fi kelmagan biz uyga, hali yetib kelmagan. O'shaning uchun qiyin bo'lyapti videolar joylashtirish. Ham videolar eng kichkinasi 30, 20, 40 gigabayt, 50 gigabaytgacha bo'lib ketyapti. O'shaning uchun vaqt ko'p ketyapti. U yetkazib bera olmayapti. Ham gigabayt ko'p sarflanyapti, ham svязь yo'q. Bu sim karta orqali ishlaydigan Wi-Fi. Sababi o'sha. 2 kunlab, 3 kunlab vaqt ketyapti. O'shaning uchun vaqt cho'zilib ketyapti. Sababi mana bu kichkinagina Wi-Fi'cha. Hozirda menda unday qulayliklar yo'q. Bu simli Wi-Fi'lar kelmagan. O'shaning uchun sal qiyin bo'lyapti. To'g'ri tushundingizlar. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman ertaroq chiqarishga, lekin sharoitimiz, vaqtimiz to'g'ri kelmayapti. Internet ham sust ishlayapti nimagadir. Ham sibit ham ko'p o'chyapti. Internet ishlab bir ishlamay o'shaning uchun cho'zilib ketyapti. Xo'sh, yana kichkina savollardan bittasi kommentariyada ko'p yozilyapti. Nima uchun videongiz kачествоsi xira chiqyapti? Yo'q, men videoni 2 kun vaqt ketadimi, 3 kun vaqt ketadimi? Eng yuqori kачествоda yuklayman mana. Shunday kiramiz mana. Zolotoy Sport. Mana shu video. Eng yuqori kачествоga qo'yish kerak mana. Качество degan joyga kirasizlar. Mana birinchi настройка mana. Bossangiz настройка, качество, другой degan joyi bor. O'sha eng pasti 144, eng yuqorisi 1080 ga 60 fps. Mana shu 1080 ga 60 fps ga qo'ysangiz video televizorda ko'rasizlarmi, telefonda ko'rasizlarmi, ekrandan chiqib ketdek ko'rsatadi. Eng yuqori качество mana shu качество. Mana качество, другой 1080 ga 60 fps. Eng yuqori fps. Eng yuqori качество. O'shanda ko'rsangiz video ekrandan chiqib ketdek ko'rsatadi. Shuning uchun kачествоni to'g'rilab olaverasizlar o'zlaringizga moslashtirib. Va yana bitta muammo shundaki, bu kачествоni svязь kam Wi-Fi yo'q joylarda ko'rsatmaydi. Aylanib qolaveradi. Chunki svязь yo'q, internet yo'q. Internet svязь kam joylarda ko'rsatmaydi buni. Shuning uchun eng past, eng sifatsiz anoda ko'rsatib qoladi ko'p joylarda. Shundan ham to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Keyin videoni noto'g'ri olyapsiz, uzoqdan olyapsiz degan kommentarlar ham kelyapti. Qo'limdan kelgancha olyapman. Chunki men boshlaganimga 20 kundan oshdi. 25 kunmi, 22 kunmi bo'ldi. Endi YouTube'ga kirib kelyapman. Lekin juda ham tez ko'tarilib ketyapmiz. Xudo xolasa sizlar podpishkalaringiz bilan like, kommentariya, podpiska qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa ko'kari sport bo'yicha hamma boyalarda videolarda sportlarni hammasini ko'rsatishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha, qo'limdan kelgan holda. Hozircha Wi-Fi muammosi menda shu problema bo'lyapti. Internet muammosi hozircha homiylar yo'q menda. Nima deydi? Sponsorlar yo'q. O'zimni kuchim bilan, o'zimni vayam bilan harakat qilyapman. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun, chet elda yurganlar uchun, Rossiyada yurganlar uchun. O'shaning uchun to'g'ri tushuningizlar. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Videolarda bitta joylar noto'g'ri syomka qilgan joylarim bo'ladi, noto'g'ri video olgan joylarim bo'ladi. O'shani ham to'g'ri tushuningizlar. Endi boshlaganimga qisqa vaqt bo'lyapti. Xudo xolasa 2-3 oy keyingi yillardan professionalga olib ketamiz biz ham, xudo xolasa. Cho'tga. Keyin yana bir ikkita videolarim bloklanib qolibdi. Rekka chiqqan videolardan va bir ikkita katta va kichkina videolar bloklanibdi. Sababi jalba tushibdi YouTube'ga. Katta blogerlar, sport reklama qiladigan blogerlar jalba yozib yuborib, bloklab tashlabdi. Nima deydi, endi tez rivojlanib ketayotganimizga, prosmotrlar ko'p bo'layotgani sababiga bloklab qo'yibdi bir ikkita videolarimizni. O'shani ham to'g'ri tushunasizlar. Ko'rolmasligi ham bo'lib turar ekan endi. Lekin bundan qaytmaymiz, qo'ldan kelgancha harakat qilaveramiz. E'tiborlaringiz uchun
Rahmat. Qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Qo'ldan kelgancha sizlar ham tushundilaringiz deb o'yladim. Hozircha bizda bori shu. Like, kommentariya, podpiskani ayamaysizlar. Sizlardan bo'lgan podpiskalaringiz, bitta yordamlaringiz o'sha hozircha. Noto'g'ri joylari, noo'rin joylari va kech qoladigan joylari bo'lsa, hammalaringizdan uzr so'rayman. Faqat sizlar qo'llab tursalaringiz, xudo xolasa, hammasi joyiga tushib ketadi, hammasi cho'tga bo'lib ketadi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda, to'ylarda, sportlarda, shunday tadbirlarda, to'ylarda ko'rish nasib qilsin. Barchamiz. Nima kerak tog'a? Tora! Ha, urushmabdi, astag'firullah. Tora, sal ağır bu, Tora. Başla, sal ağır bu. Takega qaranglar, takega. Bo'ldi, ana bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Yo'q, Shavkat Ma'lumniki halol bo'ldi. Bo'ldi halol. Mana shu bizni oshlarga ko'rsatib beringlar. To'xta, zot aytganim yo'q. Qalatasan. To'yxonadan qo'shcha tuya ko'rpasi bor. To'yxonadan qo'shcha tuya ko'rpasi bor. To'yxonadan qo'shcha tuya ko'rpasi bor og'aylar. Xudosining nomidan qo'yilgan bir chori sarkani sho'rchidan Samayxon Eshonboyevga tagidagi ot sharafidir Qorakaning burgut laqabloti bilan aytib og'aylar. Yosh bo'lsin og'aylar, yana. Og'aylar, Latif aka nomidan qo'yilgan bir ko'san sarkani Samayxon Eshonboyevga tagidagi ot sharafidir qorining burgut laqabloti bilan aytib og'aylar. Yosh bo'lsin Eshonboyevimizga ham. Bir tuya ko'rpani Peshto'da Qulsoat Hojiboyev o'g'illari Shavkat Ma'lumniki tagidagi ot Qulsoat Hojiboyevning Barselona laqabloti bilan aytib haydaysan taqalab qaytishimisan. Ko'rsatasan. Haydaymiz. Bo'ldi. Takabekar shashmay turmas. Takalni ko'ring. Bir Qodirxon Chaynakni Qorako'ldan Mirzo Chavaxon edi. Tagidagi ot O'tkir Aslanning Portal laqabloti bilan aytib qo'yganlar. Yosh bo'lsin. Mirzo Chavaxonga ham O'tkir Aslanning portaliga. Takani taylab qo'y, takan. O'ral aka. Bitta duo oling, keyin qo'yasiz. Ashula to'xtatdi. Bitta duoni oling. To'xtatdi. To'xtatinglar takan. To'xta, bir duo olamiz, bachalar. Urinmay turinglar, to'xtab tur. Nishonboy, ana orqa Nishonboy. Keling takan.
Urinmay tur. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Parvardigora, mana shu to'yimiz tantanamiz tinch o'tganligi uchun o'zingga shukr bo'lsin ya Rabbi. Mana shu kalamimizni ham bundan keyin mana shunday tinch totuv to'y qilishligini o'zingdan so'rab qolamiz Robbana. Parvardigora, o'zingdan so'raymizki, mana shunday tinch totuv yurtda yaratib qo'yganing uchun, mana shu tinch totuv yurtda yashayotganimiz uchun o'zingga shukrona qilib, shukronani haqqiga duo qilamizki, Parvardigor osmonimizni musofo, yurtimizni tinch qilgin. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Rahmatillah. Zot ayting. Qara, yig'il. Takani baqa, takani. Bo'ldi-ku. Bir joni sarkasi bor to'g'aladan. Qayerga chiqarsan chiqar. Qayerga chiqarsan chiqar. Qani boshqa oxiri to'yxonadan bir ko'san sarka 4 tarafga ko'rsasan, hech bo'lmasa. Ko'rsatib ayrasan. Hadi gasan çoğun. Boşaltılsınlar lan. Evet. Bak. Ağabeyler, bir piya körpa, Ramaz Çavakan namına 30 bin sempol, bir piya körpanı, Bino Kalelinden Muhudun Çavakan ayırdı, tagidagi ot, Hoca Kulsundan, Barat Çavakan'ın Tarlanla kabul edilemeyekti. Ey osmasın Barat Çavakan'ın tarlanı gidin. Sakal bekar. Oldu bu. Hayda. Mır. Qani boshqa oxiri bir ko'son sarka, haydaysan taqalib tursin. O'zi bitta qo'ycha qol. Qaysi istasan shu ayirasan. Bo'ldi hol. Bo'ldi hol. Halchavon moshinni kalti yo'qolib, to'g'rimizni suyunchi beradi o'g'aylar. Asab o'zing kelmasang bo'lmaydi. O'g'aylar, qani boshqa oxiri bir ko'san sarkani Og'ostanadan Asaviddin Chavaxona edi o'g'aylar. Tagidagi ot
Og'aylar, qani boshqa axir bir kasal sarkani Og'astanadan Asanbudin chavaxona edi. Tagidagi ot Peshtuadan Bahrom akamning Isuzu laqabli oti bilan aytmayman. Ey oshmasin. Ey Bahrom aka. Bo'ldi hal. Bo'ldi halol. Bo'ldi halol. Yo'q, Shavkat Ma'lumniki halol bo'ldi. Bo'ldi halol. Mana shu bizni oshlarga ko'rsatib bering. Haydaysan, pastga qarab. İskandar Çayhan nomidan 100 ming so'm, hokimning nomidan 1 tuya berdi. Haydaysan, pastga qaramaysan. Haydaysan pastga. Vaqt bo'lmay yuradi, vaqt.